Leksiyemizi davamlaştırmamız hürmetli vatandaş. Yukarı leksiyanın davamı şundaq Avrupa İttifaqı ve Cungo bilen birbiriga qarama-qarshi imborg yurgizishgan ham shundaq siyosetni o'zaro yo'lga qo'yishgan edi. Bu bu kelishimni, ya'ni Avrupa İttifaqı bilan Jungoning o'rtasida tuziladigan qo'sh taraflik mablag' solish kelishimini muddatsiz kechiktirgan edi. Yaqinqi bir necha yildan beri nurg'unlagan kishilik huquq tashkilotlari, Birleşken Devletler Teşkilatı mutaxassislari ve mustaqil olimlar dalilladi ki, ular to'plagan materiallar oshkorladi ki, kam bo'lganda 1 milliondan ortiq Uyg'ur jazo lageriga nazarband qilindi. Jungo Kompartiyasining siyosat tarbiyasini qabul qilishga majburlandi. Diniy e'tiqodidan, ana tilidan voz kechishga majburlandi. Mecburi emgek bilen şug'ullanishga majburlandi ve hokazo. Bilimbark agentlığı mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Rossiya Ukraina urushi masalasida Rossiya tarafda turib qo'llaganlikdan Jungoning majburiy emgakka solish xarishtirish ahdnomasiga imzo qo'yganligi Amerika ve Avrupa İttifaqı bilan bo'lgan munosabatlarni yaxshilab ketalishi notayin. Avrupa İttifaqı tashqi siyosat mas'uli Borrell 4-oyning boshlarida mundaq ko'rsatgan. Saudi bilan urushni ayirib etish, ya'ni navbatchi Saudi bilan navbatchi Ukraina urushini ayirib etish aqmaydigan bir ish. Avrupa İttifaqı Saudi jamiyatining raisi Vudak ahang tarjimasi ism ekanjimi? O'tgan hafta mundaq ko'rsatdi. Agar Jungo Xinjiang siyosatida Uyg'uriston mustamlika Uyg'uriston siyosatida haqiqiy va asosli o'zgarish hosil qilmaydi ekan, Jungoning bu ahdnoma qonun moddalariga kechikib tasdiqlash harakatining Avrupa İttifoqining pozitsiyasiga ta'sir ko'rsatishi notayin. Bilimbark agentlığı Xinjiang meselesini Uyg'uriston meselesi bo'yicha nopuzlu fikr qiluvchi Germaniyalik olim Adrian Zennes so'zlaridan naql keltirib Bilimbark agentlığı mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Jungoga ishonishi tuvanchakka tushib qoldi bo'libmi? Xinjiang Uyg'uriston meselesi bo'yicha Amerikaning Jungoga ishonishi tuvanchakka tushib qoldi. Shunlashqa Amerikaliklar buni majburiy emgakka qarshi ahdnomasini Jungoning tasdiqlaganligini Amerikaliklar yuz xatir qurilishi deb qaraydi. Amerikaliklar Jungo buni ijro qilmaydi deb qaraydi. Imzo qo'ydi, ijro qilmaydi deb qaraydi. Adrian Zennes to'g'ri aytdi. Jungo Birleşken Devletler Teşkilatı'nın fuqarolar huquqi ve siyosiy huquq ahdnomasiga imzo qo'ygan davlat edi. Lekin hozirgacha bu qonunni tasdiqlamadi, ijro qilmadi, amal qilmadi. Jungoning asosiy qonunida so'z matbuot erkinligini qo'g'dash, nashr afkor erkinligini qo'g'dash, yig'ilish, uyushish erkinligi va namoyish qilish erkinligini qo'g'dash belgilangan. Amaliyotda bu erkinliklar fuqarolarning qo'lidan uzil-kesil tartib. Jungo Kompartiyasi matbuot agentliği Xinhua mundaq tashqi ishlar bayonotida 4-oyning 19-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika Xinjiangda mecburi emgak mevcut, Uyg'uristonda mecburi emgak mevcut degan so'zni izchil takrorlab kelyapti. Lekin faktlar ko'rsatdiki, mecburi emgak bu qalpoq Amerikaning o'zining qalpog'idir.
Şuna Cungo taraf samimi nasihat kılır. Ben Cungoluktan polisi ikinci mi vatandaş?